Sizlar bilan Frenki. Sizlar obunachilar yaxshimisizlar? Obunachilar, mana yana men shu videoni ikkinchi qismini olyapman. Mana bolalar, obunachilar hammaga salom. Mana o'sha birinchi qism katta uyimni olgan birinchi qismimni ikkinchi qismi desam bo'ladi. Bolalar uzr kreativga o'tib qo'yganimni bilmayman. Uni qishloqidan so'rab turuvdim, bitta narsani qurib beruvdim. O'shanchini oldim. Keyin bolalar qishloqi menga zo'r narsa berib qo'ydi. Mana shu narsalar bolalar kecha aytuvdim. Men birinchi qismga aytuvdim. O'sha payti mer meni katta uyimni olib qo'ydilar. O'sha uyni olgan bo'lishimizni bilib, merni uyiga kechga shu tuzoq qo'yib, qilamiz. Bolalar merni uyiga bostirib kelmasdan asta kiramizdan shu to'rtta narsani qo'yib, eng yomon narsani qilib qiynaymiz merni. Keyin hech kimligini bilmaydi, meni bilmaydi. Keyin men turganimdan keyin u chiqib ketmaydi, xonasidan chiqmaydi. Keyin hamma narsalarini, sandiqdagi narsalarini o'g'irlaymiz bolalar. Keyin qattiq qo'rqqandan qo'rqib ketaveradi bolalar. Keyin oxiri men shunday mer keyin qiynalib ketganda mer meni uyimni bering deyman, beradi. Keyin 3-qismida final bo'ladi. Bolalar, iltimos sizlardan boshidan aytib qo'yaman, obuna va like bosinglar, iltimos. Parlatib deylar kommentariya 3-qism chiqsin deb portlatib deylar. Keyin obuna va like iltimos juda ko'p bosinglar. Faqat obuna bosinglar. Iltimos qilib so'raman bolalar. Shuncha betdan beri so'rayapman. Iltimos qilib so'raman. Mana telefonim Redmi o'sha aytganimdek. Bolalar, hozir men qishloq uni merni qanday qilsam deyapman-da, hozir ko'ramiz bolalar. Mer derazasining oldiga o'tiribdi. Bolalar, asta borib ko'raylikchi. Nima qilyapti ekan mer? Hali uzun bo'ladi video, qarab mazza qilinglar. Ko'rib mazza qiling. Bolalar, qaraymiz. Bolalar, asta. Hela o'ynasin mer. O'ynasidan ko'rib qolmasin bolalar. Shundan asta beraman. Hela bolalar, mer hela. Kecha gaplashgan. Odam gaplashdim, o'sha mer bo'ladi yomon. Bolalar, hozir mer kech bo'larga uxlaydi. O'sha payti asta uyga bostirib kelamiz. Asta ko'tini yondiramiz. Shundan keyin hela derazasi. Asta. Mer ko'rmadi meni. Bolalar, mer ko'rmadi. Asta o'tamiz bolalar. Endi gapirsam bo'lar balandroq. Ko'rib oldinglar merni. Mer o'zicha ana shunday qilib yuribdi-da. Ana shunday qilib yuraveradi mer. Qani bitta tushaylik. Bolalar, shuni bilaman, quruvdim bolalar. Hozir merda qo'rqitishimiz kerak o'zi. Mer shunday qo'rqib qolish kerak, o'shandan keyin menga uyimni berish kerak. Mana qulf turibdi. Shuni ocha olmayman-da hozir. Hela mer o'tiribdi bolalar. Meni yaqinimga yashaydi meram. Uyini qaranglar, zo'r qilib olgan. Bizning uy вообще bo'lmaydi. Qani bu yoqqa kirkan bor edi meni. Keyin telefonimni bu yoqqa qoldirib ketdi. Hech kim telefon qilmasa ham mayli. Mana kirkan bor. Bolalar, endi asta qilib merni shunday yig'latishimiz kerakki, menga berish kerak. Beradi bolalar. Keyin o'zimiz ko'rib, hozir kech bo'lishini kutishimiz kerak-da. Kutishni xohlamadim mana. Endi hozir ayyorchilik qilamiz. O'zimiz men bilaman. 1, 2, 3.
Ammasi polnach bo'ldi. Hozir qishloqlar uxlaydi. Uxlaydi bolalar. Ana mer. Mer uxlamayapti. Qachon uxlaykan bolalar? Asta kelgan bo'lgan. Sehrlagan. Xulasa o'zimiz qilib hamma narsa qilib olamiz. O'zini vaqti bo'laykan. Qishloqda uxlaydigan vaqti bo'ladi. U bolalar menga qochish yuzaga kelyapti. Voylar men uxlamayapti nimayapti. Bolalar men uxlashini kutyapman. Uxlamayapti-ku bolalar merda nimadir qilib uxlatish kerak. Yo'q bolalar mer вообще uxlamayapti. Hozir nimadir qilib bo'lsa ham merda uxlatish kerak. Nimadir qilish kerak. Merda uxlatish qanday bo'lsa. Merda uxlatib bo'lmayapti bolalar. Hozir qiziq narsa bo'lajak. Mer uxlasa yana mer uxlamayapti. Bolalar nimadir qilib bo'lsa ham merdan uxlatish kerak. Uxlash vaqti bo'ldi-yu. Qishloq qochish yuzaga kelyapti. Bolalar tezroq o'saychida. Hozir qiziq video ketyapti. Shuni oxirigacha ko'ringlarki, kanishda juda ko'p obuna bosib, like bosib qo'yinglar. Shunday zo'r videolar chiqaraman. Obuna va like bosib qo'yish kerak. Endi ikkovsidan bo'lish kerak. Yerani qo'tirdi-yu. Voy, ko'rib qoldi. Ketdim, qoch yuzaga kelma. Bolalar qochdim. Voy, hozir. Yo. Bolalar qachon uxlaykanim haqiqiy bo'lish kerakmi yoki bo'lsa ham manda bilet. Men вообще uxlamayapti. Nimadir qilib bo'lsa ham men uxlatish kerak. Uxlamayapti. Oldida ekan uni bo'lmasa stolini yo'q qilish kerak. Ochdi nima qilibdi men ko'rmayapti. Asta qildi mer bilmadi. Bolalar rostdan ham mer bilmay qoldi. Qachon uxlash ekan bular. Qishloqlarni uxlash sanosi yo'q ekan. Bolalar juda ko'payib ketyapti. Bolalar hozir sizlar qiziq bo'lmayapti bilaman. Mer uxlamayapti-da bolalar bo'lmasa. Mer uxladi desam ittalab bo'lyapti. Pashti mer uxlamayapti lekin. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Merdim o'zi bolalar hozir. Kechagidek ko'rib merni topish kerak. Mer hozir qishloqlardan so'rash kerakmi? Mer ketdi. Bolalar mer ketibdi. Men o'zim bilib qoldim hozir. Ittalab turganimdan keyin ismi qani? Bu mer emas ekan-ku. Aldoqchi. Sen aldoqchisan o'zi bilasanmi? Bu kitobchiga mer emas. Bolalar uxlashini kutish kerak edi merda. Mer hozir uyga emas bo'lsa kerak-da. Va bilin. Mer o'zi meni sinayapti-yu. U mer emas yoki mer.
Ko'zdan bittasida. Hozir bu niqob kiyib olganmi yoki men boshqa kiyim kiyib olganmi nimada? O'zim bilmayapman bu bola. Mer nimaga bunday aldayapti bizani? Biz bilmay qolamiz bola. Bilmayman men bilmayman. Bilmay qolaman. Qishloqlar ayyor bo'lyapti. Hozir uxlash narsasi berdim o'sha mer ekan. Aldashdi meni. O'sha mermi? Gapirmaydi bu ishi bilan. Kelib boshi ochib qo'ygan bo'ldi bilsanglar, ham shuni boshi ochib qo'ygan deyishar. Hamma uyga kelyapti mer. Bosib turadi. Bo'ldi merdi uyga kelmaydi. Bola bilib boshim ochib qoldi. Endi qachon chiqadi bular? Chaq. Chiq tezroq. Uxlamagan paytim qilsa bo'lar ekan. Vallahi endi yomon jahlim. Bo'ldi merdi, mana shuni o'zi qiynaymiz. O'zim ko'tiribdi. O'tsi. Glamina. Ko'rmayapti buni. Men ko'rmaslik kerak. Bola hozir video tugamasa bo'ldi. Eng qiziq joyi bola, eng qiziq joyi. Juda qiziq bo'lar hozir. Merni yig'latish komediyasi. Bitta blok yetishmasada bunga. Bola ko'rmadi. Hozir bola eng zo'r narsa bo'lar. Qizilib bijib ketasizlar. Eng qiziq narsani ko'rasizlar hozir. Bir. Bas to'xtaylar. Mana shu blokni olib anaqda yopib qo'ymasam bo'lmayapti. Merman ko'rib qolmoqchi. Bola katta xato qildim. Blok yo'qqa kelib qol. Bola yo'q bo'lmaydi men. Bizsiz yasholmayman men. Merman ko'rmaslik kerak. Iltimos so'rayman deb bola. Sizlar shuni kuchli qilib kutsanglar. Qancha kutsanglar uzr lekin uzr. Mana shuncha kuchli kuch kerak. Bo'ldi, yopildi, o'ldi. Eng qiziq narsa bo'lar hozir bola. 1, 2, 3. Bola, mer qiynalyapti. Tak. Mer qiynalyapti. Bola eng qiziq narsasi bo'lyapti hozir. Hamma kelib ko'ryapti merni xola. Mer mer hozir uyquda o'shaning uchun hozir qiynalyapti. Mer, voy mer. Mer juda qiynalyapti hozir bola.
hozir merdi ko'tiga nimadir kiryapti, orqasiga nimadir kiryapti. Bo'ldi ana shu. Tarib ketamiz. Bitta sakrab o'tib ketishga mashq qilamiz. Endi mana bu tepalikka chiqib uxlash kerak. Charchadim. Bolalar shunday qiziq narsalar ma'naviy zo'r bo'ladi. O'shaning uchun ham ko'p ma'ni qilib obunalar qo'ysangiz bitta bo'lsa uxladim. Qani bismillah. Turdim. Kecha nima bo'ldi? Bo'ldi esladim. U mer qiynaldi bolalar. Endi borib merdan o'zini so'rash kerak edi. Endi mer berib olish kerak menga. Mer qachon berar ekan endi menga buni? Uyda qachon berar ekan? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Mer, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Iblos kecha kimdir kelib, meni xonamda uxlayotgan paytim nimadir so'katibdi. O'ldiraman. Meni qutqaring, juda qiynaldim. Kecha men o'zim qutqarmoqchi edim. Men uxlayotgandim-da, Mer aka. Nima deysan? Pichirlab gapirasan-da. Yo'q, hech narsa deyam yo'q, Mer aka. Aka deyishim kerak. Uyda berib yuborgin. Juda qiynalyapman, lekin uyda berishda juda qiynalyapman. Yo'q, uyda bermayman. Sandiqqa narsa qo'yib qo'y. Hozir qo'yib qo'yamiz-da. Kim qiynaganini bildirish uchun-da, Mer aka. Endi bervoring. Mer, agar bermasang shu kirka bilan seni o'ldiraman. Sen qilyaptingmi, iblos? Sog'chilar va yo'q. Mer, o'ldiraman. Menga uyni ber. Men shuncha pul to'lab umrim bo'yida bir marta olyapman. Mer, endi ber menga. Yo'q, berolmayman. Endi bermayman. Vobsha. Yo'q. Mer, o'ldiraman. Yo'q, qoldim. Yo'q. Bo'ldi. Beraman. Yo'q, qachondir ertaga yoki ertadan keyin beraman. Hozircha berolmayman. Hazil qiluvdim, zo'rlagan. Hozir emas, ertadan keyin beraman. Berasan, bo'lmasa o'ldiraman men shu kirkan bilan. Hop, bor ketdi. Ketdim men. Mer aka, berasiz. Sakrayman vallahi zo'r narsa bo'laman. O'dangga bag bo'layapti-da, qotyapti telefon. Qotma. Vallahi zo'r narsa bo'ldi. Obunachilar sizlarga katta rahmat ko'rganlaring uchun. Uyimiz sizlar bilan birga obunachilar mana uyni oldik, tahdid qildik. Kechagi yomon narsadan keyin tush ko'rganmi men, o'shandan keyin men ko'rib qolganman, o'shanday qilib qo'rqib qoldim. Hozir bolalar shunday endi menga beraveradi uyni tahdid qildi. Mana kirka bilan oddiy tahdid qilsa bo'laydimi? Oddiygina tahdid qiluvdim, qo'rqib ketdi bolalar. Endi mana shu narsa bilan endi qiynaymiz. Berni shunday qiynaymiz. Ber endi ertadan keyin beradi uyni. Hozircha bolalar, obunachilar hammaga kattakon rahmat ko'rganlaring uchun. Ikkinchi qismda zo'r bo'ladi dedim. Bolalar endi bo'ladi. Shuncha bet bo'lib ketdi bolalar. Endi 3-qism kutinglar. 3-qismda hammasi yopiladi, hammasi iziga tushib, ana shunday uylarni videosini chiqaraman. Ko'p obuna bossanglar, like bossanglar, ko'p video chiqaveradi. Juda ko'p obuna bosib kelinglar. O'zinglar kommentariya portlatinglar 3-qism chiqsin deb. 3-qismda hamma narsa iziga tushib ketadi bolalar. Iltimos qilib so'rayman, obuna va like bossanglar. Xayr, sizlar bilan Frenki bo'ldi. Bolalar, xayr. Obunachilar va xayr hammaga. Rahmat.